Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem Şarkı Türkistanlık karındaşlarım. Bugün yeni uçraştık. Allah hamdülillah olsun. Rastın desem, bu oturdusuluğu görünüğüm yok. Çünkü ihtiyacı yok. Asli nurgun bilimsel temalar bolsunmu sözleşik tegişlik. Menin bu aziz halkımga kereki yokken bunu keyin es kıldım. Çünkü biz bek bilimge tolgan bir halk bolgaçka başkalar yüzlep kitap okup bir nükte bilgi hasıl kıysa biz o hiç nima okumay turupla onu bilip boladigan bir halk bolganlıktan bu eserlersi ming çiçek konup bir qatlari eser hasıl kıldı. Lekin bizning xalq bir qutunilla bazardan ilib olaydigan bo'lg'achqa anda avara olmaydigan bir xalq ekan uni ilm ichida his qildim va abisinglarni avara qilmay deb ko'rinmas bo'ldim. Ammo yana bugun Beşiremni sizlarga ko'rsatishga majbur bo'lganimdan o'zimni bek afsuslanyapman. Nimelik olmasın, Allah uçraştırdı, hamdülillah olsun. Bugün tağdın bağdın paran kılışsak deyman. Ma'lum bilimsel bir tema emas. Bunun bir muqim bir mavzusu mu yok. Bir mazmunda sözleşim mu natayin. Muş gün tertibimizni meşgul kılıvatkan bazı meseleler hakkında at koyup koydum. Gün tertibimizni nimeler meşgul kılıvatıdı. Belkim köpçülük onla his kılıvatısılan bazılarınlarının dikkatınlarına emas belki. Ben şundan başlayayım bunu. Növbette men bir türküm konu hüccetlerini torgu yollagan edim. Bu tekrar yollandı desem mi buludu. Çünkü kitaplarda boğan bu. Kitaplarda mı ilan kılıngan. O kitaplardakiga 15 yıl yakın vakit olap kaldı. Bu torgumu ammaviy torbetlerge mi birinci qetim 2018'de yollaptı ben. Tekrar yolladım. Bu qetim inkaslar hali köp oldu. Körülüşümü rekord yaratganda kıldı. Daha hazır Facebook'ta körülüş sani çıkmaydigan bolup qaptı. Şuna bilenmeymiz o. Şuna olsunmu işine payam ettim. Bugün şunun kadar biraz gepleşsek deyman. Bununla dikkat qilishga tegishli ba'zi nuqtalar va javoblanish kerak bo'lgan ba'zi nuqtalar mavjud. Birisi ba'zilar paket qarshisida gap topolmaganda ittifoqlik tashabbuschisi bayrog'ini ko'tarib chiqib, mushuni talashishning vaqtimiti, hozir degan anda chaq tursa, manda bo'layotgan bir zamonda buning nimaga foydasi? Bu bichorlikka deydiganimiz shu. Xatoni tuzitishning belgilangan bir qarori bo'lmaydi. Xuddi tavba qilishning qarori bo'lmaydi-ku. Qachonda tavba qilsak bo'lardi, hatto oxirisi tavba qilish kerak ya oyning 5'ida tavba qilish kerak deydigan yo'q. Jon chiqib ketishning harpisigacha bo'lgan oraliq bizning tavba qilish va hidoyatga
qaytishimiz uchun uchuq bir zaman. Xuddi shunga o'xshash bunmi? Xatolikningmi pasli belgilangan vaqti yo'q. Ya hatto oxirisiga yoki A paslga ya ma paslga deydi. Unda vaqti yo'q. Demek bir qarali olmaydi. Qachon bayqalsa, shu chaqda tuzatmay vaqt emas deyilsa, xato davomlashadi. To'g'rining oldi to'siladi degan gap. Türklerde bir temsil var, zararning neresidan dönsen kardır deydi. Xuddi shunday. Ziyanning kelgan yeridanla to'xtasak bo'ladi, to'xtavasak, qaytsak bo'ladi. Bu texmi ko'p ziyon tortishimizning oldini olganlik uchun foyda degan gap. Agar uning uchiga qirg'i chiqib yetib, endi yanimiz desek, ziyon davomlashadi degan. Bugun Xitoy söhbetçilerini sesitishning nimaga foydasi? Yo'l tanlashda xato septi turib qolmaslikqa, Xizirga ergashdim deb o'ylab, shaytonga ergashib qolmaslikqa foydasi bor. Buning o'rniga Falastinni talashsak foydaliroqmi? Falastin talash tortishi aslida qasddan o'tirg'i chiqarilgan bir o'yin bo'lib, Xitoy söhbetdoshlarining suvga tushgan itmisoli davomli urilmasligi. Bu mavzuni unutildirib, jamoat fikrini qaydirishni maqsad qilgan. Nima aloqasi bizga? Ziyon tortayotgan hech narsa yo'q. Hissdoshlik qilinayotsa, bizdan bir nima ketib qolib, o'zimizga oz qilayotgan bir narsa bormi? Yo'q. Hissdoshlik qilibdi, bo'ldi. Qilmabdi, uni bo'ldi o'zining ishi. Talashadigan nima u? Tarixdan beri menfaatlarimiz birlar tarafidan yang savdosi qilib setilib keldi. Buni hammanglar bilasizlar. Qaqraysizlar. Bu setishdan umumiy xalqning xabari bo'lmadi bugungacha. Keyin tarixdan o'qidik uni. Shundaqda yoki beg'amligimiz, bag'razligimizdan kim setyotdi, azon setyotamdi, qimmatmi? Ishimiz olmay keldi. Tarixdan shunday olib keldi-ku. Ash xalqning kari bo'ldimi? Xabari bo'ldimi? Xiyoliga kelgan yo'q. Goya öz işimizga tomuzdu qo'limizdan taqdirimizning tizginini tutib olganlarning nima qilsa o'z ishidek. Bizga ancha aloqasi yo'qdek muomala qilib keldik. Hatto manfaatlarimizni sotganlardan birmunchasini bugungacha qahramon ustida, beshimizning ustida elib ko'tarib kelmoqdamiz. Haqni so'z deydisan, hujum uchraysan. Haqnimi so'zligi olmaydi bizning xalqqa. Aziz qarindoshlar, nima uchun? Bu vaqtda men psixologiya nuqtasidan ba'zi ilmiy temalarni so'zlagandim. Hamma videoni anglaganlaringni esanlik olalaysizlar. Dal birla anglab o'tib ketdim, buni yangilik tugidi deblar tashildinglar qachon? Usulliga 50 yil yetadi aslida. Yani sözlep yürümsemmi, yazıp yürümsemmi? 50 yılda hazım qilib olanmaysizlar aslida. Bo'lmasa anlaganlaringlar o'ylab taqinglar deb psixologiya nuqtasidan. Bu shuningga tushadigan nimani so'zlaganda? İnsanlarmi yo'q. İnsan balalardagi mayillik qilib. İnsan balası o'zi anglashni arzu qilgan narsani bek tez anglaydi, qabul qiladi. O'zi anglashni xohlamagan narsa haqiqat bo'lsa-mu, qo'lining keyni bilan ishtirib qolib qoladi. Anglig'ini unumaydi. Qarindoshlar. Endi qiliplashib ketgan hukmlar, tushunchalardan voz kechishga qarata kerajaydi. 100 paket bilan ularni qarashlarini yandığı bo'lmaydi. Bu mevzularda nazariya jihatdan so'zlagan. Yaqindan beri
Bazı ilmiy ifadeler, amaliy ifadeler. Bu sözlegenlerimni yana bir qatim dalilladi. Qayta şekillendirish to'g'risida so'zladim-ku. Bizning kallalarimiz Xitoylarning qayta shakllantirishidan o'tdi va qiliblaştı. Qasraqlaştı bu. Qattiq bir qasraq. Buni asla o'zgartgan olmaydigan darajada. Mush qayta shakllantirishdan barliq kelgan anqilitimiz yüzünü ko'rsatdi mush yaqindan beriki ba'zi tordagi tutumlarimizda. Qarindoshlarga tavsiyam. Tarixiy faktlarni o'zimizda qiliblaşib qolgan narsalar tufayli inkor qilmaydigan, faktga hurmat qiladigan bo'laylik qarindoshlar. Tushdan hujum qilib ketadigan narsalar bu yerdan rost gapni qilsa. Rost gapni qilgan olmamdi ya. Her zaman tariximizni eslagan vaqtimizda hammamiz barmoq tishlaymiz. Vay istey, undaq qilmay, mundaq qilishchu. Bu malullarni shuncha aniq alomatlar to'sib ko'rib yetolmagan qanday debdik bu deganda qaqshashlar. Bugun bizning bugunimiz atili tarixga aylandi qarindoshlar. Bugun ati uchun tarix demekdir. Ana shu chaqda bugun uchun ana shunday achchiq pushaymon qilishimiz shartmi? Biz baribir pushaymon qilib, voy istab, hasratlanadiganqa vazifa bo'lgandan keyin bizning millatimizga. Yana bugun uchunmi ati yana shunday hasrat qilib barmoq tishlashimiz shartmi? Bugun tarafdorlik yoki vazifa e'tibori bilan xato turayotganlar. Xato sabti turayotganlar haqida atili barmoq tishlashni takrorladik. Bular haqida salmoqroq o'ylab ko'rib, andan buning vaqtimikan, emasmikan? Qarindoshlarimiz o'zlari qaror verib baqsa bo'ladi. Bu vaqt to'g'risida deydiganim. Endi bu ishga ichki nizoh ko'zi bilan qarag'uchilar. Ya qorqusaqlikdan, ya qasddan shunday deyishyapti. Qarshi tarafdagilar Uyg'ur bo'lsa, ichki nizo bo'lgan bo'lmaydi. Agar qarshidagilar dushman bilan bir safda bo'lgan bo'lsa, Uyg'ur bo'lishi hech nimaga dal bo'lmaydi. O'xshashli dushmanga qarshi bo'lgan bo'laveramiz. Agar buni falsafa tili bilan negizlik ziddiyat, yoki do'st dushman orasidagi ziddiyat va xalq ichidagi ziddiyat formasiga sag'inimizda nayt ro'shan ko'rib yetalaymiz. Qarshimizdagilar bilan talashayotgan mazmun qaysi ziddiyatga kiradi? O'ylang. Agar bu negizlik ziddiyat bo'lgan bo'lsa, u holda bu do'st dushman ziddiyati demakdir va buni ichki nizoh deyishga bo'lmaydi. Bu haqda qarindoshlarimiz o'zlari o'lchab bichib baqsin. Bu zodi qaysi xil ziddiyatga yotadi? İttifaqlıqning tashabbuskorlari bo'lib ko'rinish havasi har bir ish topolmagan Sharq Turkistonlikni o'ziga jalb qilib kelyapti. Birlik, ittifaqlik degan bu atalg'uning intayin jalbkorligi haqida bek ko'p to'xtaldim. Kitoblarimda yozdim, videolarda tekrar so'zladim. Bu atalg'uning muqarrar ko'zbo'yash aldamchilik roli var. Shunda qo'g'achqa Xitoylarni yillardan beri Millatlar Ittifoqi degan nag'izdan tushirmaydi. Milliy surkilish, milliy ziddiyat yamrab ketgan bir muhitda go'yo Millatlar Ittifoqmish kabi ko'zbo'yonchilik. Endi o'zida buyuklik xirisi bo'lishiga qaramay, bosh ko'tarib chiqqidek dasmoyisi bo'lmagan Wang Shujilar, bu Wang Shuji haqida bu temsilinin kelip çıkışının ko'rinishida bir hikoya var. Mening burungi videolarimda bunun hikoyasini shu yerdan topalaysizlar. Bu Wang Shujilar birdilla oson yo'lni topgandek bo'ladi-da, ittifoqlik, birlikning tashabbuschisi kabi davron bilan o'tirib chiqib, uningdan buningdan og'rinib,
özünün bu teşebbüsünü yerde koyganlarını yamanga çıkarıp eyüplep bir mahal gün tertibini meşgul kılıp bakıdı. Lekin özümü düşünmeydiğen bir saha bu. Qandaq birlik, qandaq ittifaqlık, bunun prinsibi barmı, konkret usulu barmı? Yok. Çünkü bunu özüm bilmeydi. Yoki balalarcha oddiy bir prinsipni o'tirib qo'ydi. Barliq mustaqilchi tashkilotlar. Bu qanday mustaqilchi? Biz qanday bilamiz bu efendiler yoki xonimlarning mustaqilchiligini? Nimaga asosan bunga ishonamiz? Texi hammamizning esida bor. Köz aldığımızda cereyan etken dava hareket faaliyetleri köpçülük süremez ki. Kurultayçılık bilen 10 yıllık şunun içinde çökülüp jürgenler közlengen mevkaya erişenmegenlikten ayrılıp çıkıp bir cumhuriyetli müstakilçi bulup kopsa bununla işensek gol çamğurunun özü bopkanlandık. Kanday deysizler? Bugün bir hisletlik maymun Sunvukun mehrim dep sahip çıksa işensek, etirli okşaşlı adam hukunsun men dese, onun bunu derhal işinip bu hukunsunken desek, bu siyasini bilgenlikimiz mi? Ya ki ahmaklıkımız mı? Kim bilir de eti yani okşaş adam kunlusun bulup çıkar. 10 yıllık kurultayda jürgende bilenmey kaptıken mi? O zamanlarda bu doğru yol emas, bu bir hata keçik degan agalandırışlarga, tanqidlarga quloq solmagan bu adamlar siqib chiqarilish bilan qurultayning qarshisiga o'tib, aqchi-ko'kchi ish ko'krisidan baxchi deb qopsa. Buni aqalli erkakchilikmi degili bo'lmaydi. Mustaqilchini qo'yib turing-da. Sen o'zingning ichida bo'lganda bu inqilobiy tashkilot, atrofingdagilarning hammasi inqilobiy sabdosh. Seni sıkıp çıkardan kılı bu teşkilat münafık, onundakiler kazzap, hain bolsa bu ne kadar yüzsüzlük. Tabii ki bundak bir vaziyette bir cumhuriyetli müstakilçi bulup kopmasa, halkның meylini kazanmaydı, yalnız kaldı. Demek bu müstakilçilik aslında prosetperestlikning ifadesi xalas. Eğer bu kişiler kurultayda közlegen mevqaga erişebilgen bolsa qanday bo'lardi? Hayatı boyu şunun da kalattı ve onun programını kabul kılayvergen bo'lardi. Aslında bunlar köp ketim dep ötkünümdek saylamga künüp kalgan adamlar. Dava hiç qanday alakası yok. Dava ular için maksat emas, vasıtadır. Şoň ularda hiç kaçan tevrenmez dava prinsipi bop bakmagandek. Bugün mü? Etimi bolmaydı. Ular için baştaki kişi, tördeki kişi bulup sayılmışlar. Başkaları anca mühim emas. Meslekime eniksiz. Meslek degen Türkçede başka mana verdi qarindoshlar, dikkat qilinglar. Türkçede meslek kesip degan gap. Ama Uyg'urchadagi meslek siyasi iddivi iqim. Yani siyasi iddivi yol. İzm degan gap. İzm. Marksizm-leninizm yoki materializm degan izmni meslek deymiz. Ularning meslikimi aniqsiz. Ular uchun meslekka oid hukmlarning ma'nosi yo'q. Yoki farqsiz. Ular uchun hammasi o'xshash hukmlar. Qurultaychilikmi o'xshash, Uyg'uristanchilikmi o'xshash, Sharq Turkistonchilikmi o'xshash. O'zi saylansınlar, qag'allari baridir. Mana buningdan ularning aslida da'voga aloqasizligi bilinadi. Men buni bir qatim so'zladim hukumat televiziyasida. Yani bular o'zining atrofidagi odamlarning siyosiy kimliklari haqida hech qachon beshini qatirib o'tmaydi. O'zini saylaydigan turdan bo'lsa bo'ldi. Hamma odam inqilobchi. Birlashish chaqiriqining obyektlaridan bo'lgan atalmış mustaqilchilarning mana shunday faili majhul taraflari turug'liq og'zidagi gibi bilan qiliq o'xshaydi deb bunday birlashish ishga shorilsa, bunday birlashishdan g'arazliklar foydalib chiqadi.
Ben bu haqda bek köp tarihi misallarını verip delillep sözüldüm. Delillere bilen. Tarihte bunda birleşişlerden nemi çıqqanlıqını. 30 yıldan beri davanın içinde görünüp atkan buluşup karmay enik prinsipi, mizanı bulmagan bundaq kişiler, xuddi möşükni harvaq qo'shsan kapning astig'i tatıdı degandek bir inqilab hareketini cho'qim shaxsiy g'arazli yo'nalishga tortib chatqalga kirib ketishi mumkin. Endi yana Sharq Turkiston surgunti hukumati kelayli. Hukumat qurilgan kundan beri ikki xil qismat orasida jon talashmoqda. Bag'arazligimizdan qarindoshlar. Bunun biri düşman. Buni ciddi bir mesele hisoblab. Bu Sharq Turkiston surgunti hukumatini ciddi bir mesele hisoblab, düşmanligini to'xtatmay, turli usullarda hukumatni obro'sizlantirishga, ishlarga buzg'unchilik qilishga urinib kelayotganlikdan mana shu dushman zarbasidan holsizlanmoqda. Qurilgandan beri o'z xalqimizning chetga qeqishi, to'nig'ini unumasligidek ta'tirlik tufaylidan holsizlanmoqda. Ya'ni Xitoy bunga jiddiy ish sifatida muomala qilyotdi. Ammo bizning xalq bunga jiddiy ish sifatida muomala qilmay ko'zgilmadi uni. Yo'q bir ish hisobladi. Chaqchaqqa aylantiryotdi. Kulki obyekt qilyotdi. Aslida mantiqilik tafakkur qilishga o'rgangan bir xalq uchun hukumatning ahamiyatini tunib yetish, uni asrash uchun yetarli dalillar bor. Dushmanning hukumat haqidagi tutumi, masalan, bu bir aynak roli o'ynab, bizning haqni ko'rishimizni osonlashtirish kerak yerda biz o'zimizni dushmandan qolg'uchiligi yo'q darajada hukumatga dushmanlik qilmoqdamiz. Masxirlik nazari, toptani, to'nug'ini unumaslik qatorli usullar. Qurultaydan bo'linib chiqqanlar yana bir qurultay qurib olmaydi. Ammo hukumatdan qonun bo'yicha jazolanib qo'llanganlar o'zlarini hukumat e'lon qilib, hukumatni obro'sizlantiradi. Aşağı qaltis ish qilayotgan tashkilotlarning hech biriga qilinmagan dushmanlik haq yaratqini unumayotgan hukumatning boshiga keladi. Bu bir aynak aslida. Hukumatning rasmiy xabar kanallari, ommaviy torbat sahifalari qancha qatim taqilib qoldi? Hech qachon diqqatida emas bu. Buningdan xalqning xabari yo'q. Sizlar yaratadigan tashkilotlarga emas, sizlar yaratmayotgan hukumatning video kanallari, tor sahifalarini dushman o'zi uchun jiddiy bir xavf hisoblab buzg'unchilik qilib kelmoqda. Yaqinda YouTube kanali taqilib qoldi. Deyilishicha, YouTube'ning prinsiplariga xilof mazmundagi narsalar yo'llanganligi uchun jazolabdi. So'zlashishlardan ma'lum bo'ldiki, Xitoy kompyuter qaroqchilari tomonidan yo'llangan g'ayri axloqiy narsalar virusli hujjatlar tufaylidan kelib chiqqan oqibatga. Nima uchun? Sizlar yaratmagan bu hukumatni dushmanmi yaratmay qo'yay demaydi? Nima uchun bunga bu qadar jiddiy muomala qiladi? Bugunga kelganda chet el matbuotlari, g'ayri hukumat tashkilotlari surgun hukumat bilan aloqada bo'lib, xabarlarda Sharq Turkiston hukumati deb tilga olib, bu hol muayyan darajada umumlashib va muqimlashib qolgan ahvoldami, o'z xalqimiz yanada dushmanlik nazarini davom qilmoqda. Albatta, buningda dushman istixborotining qo'li kuchli rol o'ynamoqda. Chet elliklar nazarida bir hukumat bor. Ama öz xalqimiz buningdan xushal bo'lishning o'rniga qitg'urlik, tarafdorlik, tul-xutullarcha uşaq hisoblar tufaylidan qasdan bilinmay. Qaysi hukumat? Necha odam hukumatda? Qaysi rasmi? Degandek o'z o'zi palto chepish tutumini davom qilmoqda. Aslida chet elliklar ashundaq bilinmay qolsa, qancha hukumat bor? Qaysi rasmining deb qolsa, biz pishpitilgan millat bo'lgan bo'lsak, qo'l sunsi yan ichida degan tamsil bo'yicha bunda qarashni inkor qilib, "Nerdan topding bu gapni? Dushmanning gapi bu. Bizda faqat bir hukumat bor." deydigan yani. Ammo dal aksicha chet elliklar nazarida bir hukumat, o'zlarimiz nechining gapini qilishni davom qilmoqdamiz.
Bundan başqa, hatto ba'zi ziyoli ko'ringan qoraqo'soqlar, qitg'urlar, Tulxutun hisobi bilan shaxsiy husumat tufaylidirlar allaqachon o'zlari unutib ketgan hukumatchilar o'zlari unutilib ketgan haliqidek hukumatchilarni g'idiqlab sizlarning hukumat deyishib ularni hukumat iddaosini davom qildirishga rag'batlantirmoqda. Bular o'zini hukumat deygilik emas, hali uzundan beri yo'q o'tirda. Ular o'zini unutilib qolganlar. Ammo maqtug'urlar ularni g'idiqlayotdi. Sizning hukumatda. Buning bilan kimga foyda, kimga ziyon qilayotganligini o'ylag'uchilik yo'q. Ko'zning kichikligidan, Tulxutun hisobi qiladigan shaxsiy husumat tufaylidan. Ne kadar namussuzluk o'ylab bakыңlar. O daim oturdu ko'rinib, o'zini o'zi hukumat deb iddia qilayotgan bo'lsa-ki, andin uning tarafdori bo'lib olgan bo'lsa, yana kichkin to'g'ri tushunsak bo'ladi. Onun o iddiası yok. Allaqachon oturdu g'oyib bo'lganlik insonlar. O'zini hukumat da'vatgan yo'q. Voz kechdi buningdan. Ammo ma'lumni g'idiqlayotdi. Sizning hukumatda ba'zi qarqo'saqlar, o'qigan qarqo'saqlar o'zi unutib ketgan bo'lsa ular. Demak, bu ularning aqlliqligi. Shaxsiy nom atiqini deb da'voga ziyon solmaslik uchun o'tirdan g'oyib bo'lganligi. Bu bir rahmat aytishga tegishli ruh aslida. Ammo qitg'urlarning ularni g'idiqlab qaytadan o'tirga chiqarmoqchi bo'lishlari o'tib ketgan namussizlikdir bu. Kechirishga bo'ladigan turdan emas ma'nosi. Bundan boshqa birlashish tashabbuschilarining nazari mana shu ko'zga ilinmayotgan, xalq tunug'ini unamayotgan hukumatning ustida. Besim ishiltish, tahdid selishqich berib yetadigan birlashish chaqiriq. Hatto tahdidlarda bo'lmasa biz bir yangi hukumat quramiz, o'zimiz deyilmoqda. Nima uchun bu qadar dushmanlikning markazida bo'lib qolishmi? Aslida aql egalarining o'yilib bir haqiqatni bayqab chiqishiga turtki bo'ladigan ilhom manbasi edi. Nima uchun bu qadar bu dushmanlikning markazida? Nima uchun biz Uyg'ur qurultaydan birini qurib chiqamiz deb uning tahdid yo'q-da, hadisli hukumatni boshqadan o'zimiz quramiz. Hukumatni boshqadan qurish kerak. Ya Uyg'ur qurultayini nima boshqadan qo'ymaysizlar? Kulkulik emasmi bu? Bu yerda bu ko'zga ilinmayotgan, tumug'ini nimayotgan hukumatga da'tidi ya buni. Isilni qilmamsa uni. Nima ish qilmaysan? Bu xil chaqiriqlarda yana bir prinsipal xato bor. Uni deb qo'yayli. Agar bundan keyin buni anglamaganlar mushunday gapni o'tirib ko'tarib chiqsa, anglaganlar ularga mushu ulanmani yo'llab qo'ysa bo'ladi. Javob ma'lum. Hukumatga go'yo bir tashkilotmish kabi muomala qilish va bu xalq birlashish chaqiriqlarida. Hukumat degan tashkilot emas. O davlat organi. Bir tashkilotga bir mamlakatning jimi aholisi a'zo bo'lsa-mu bo'laveradi. Agar shuni qoyil qilib a'zo qilib olsangiz, jimi a'zo bo'lsa-mu ishim bo'lmaydi. U tashib ketmaydi portlab. Lekin bir hukumatda bir davlatning jimi fuqarosi bo'lishi mumkin emas. Hukumat deganda hamon chekki sonlik odamlar bo'ladi. Ammo butun aholi hukumatning o'rinlashtirishi bo'yicha ishlash kerak. Yoki ishlashga majbur. Bu farq birlashtiruvchilarning nazaridan saqit bo'lgan. Andan hukumatga tanlayotganlarmi, bu rejani tushunmayotadi. Agar hukumatni himoya qiladigan bo'lsangiz,
O halda özünüz qila alaydigan bir ishni qilishib berishga talib bo'lsangizlar bo'ladi. Men hukumat uchun palani vazifani ustim kelib qilib beralayman desangiz, bu hukumatni kuchaytirishga hissa qo'shganingiz bo'ldi. Uni cho'qim pachaqlab tashlab, qaytadan kuchliq qilib qurib, qanday qilib kuchliq qilib qurib chiqsa uni? Yani sendin ve mendin tuziladi o. Uyg'urdan tuziladi o. Nereden paydo bo'lib qoldi u kuchlilik uningga? Cho'qim uni buzib yetib qaytib qilsa kuchli bo'ldigan ish nada o? Qanday reji bu? Buni mantiqsiz zada nima? Mana bu agar bir ishga talib bo'lib, men mush ishni qilib beralayman deb talib bo'lib, o'zingizni ma'lum qilsangiz va bu ishni qabul qilib, qilishni boshlab ketsangiz, mana bu birlashganligimiz. İllaki men hukumatga kirmasam hech ishga qarashmayman desangiz, demak sizda boshqa bir g'araz bor. Partiyalar, tashkilotlar agar xohlasa birlashsa bo'ladi. Birlashtiradigan dana dahilar chiqib birlashtirsa bo'ladi. Ama hükümet teşkilat emas. Partiye emas. Şunu bu urinishlardagi tizimlikda hükümetning bo'lishi qarqusaqlikning ifodasi. Agar ma'lum partiya, ma'lum tashkilot hükümetni himoya qiladigan bo'lsa, hükümetni kuchlantirmoqchi bo'lsa, qobil odamlardan bir qancha tavsiya qilsa va vazifa qabul qilsa, hükümet kuchlandi. Vaqtning o'tishi bilan yo'qlamada ismilla bo'lgan, ammo hech ish qilolmaydigan va qilmaydigan millat vakillarining o'rniga almashtirishga bo'ladi. Mana bu hukumatni kuchlantirishning mantiqli yo'li. Cho'qim sizning tashkilotingiz yoki partiyangiz to'liq bilan hukumatning ishida bo'lishi shart bo'lsa, demak g'araz boshqa deb qaralmay, nima deb qaraladi buningga? İlgari geçmişimizde bo'lgan sabablar bizni ehtiyot qilishga majburladi. Xalqqa chivetdik dedik. Hukumat ichiga og'amchi to'qmoqdan boshqa hamma tur kirib keldi. Ish qilmasimi mayli, quloqni tinch qo'ysa, ammo to'xtamay hukumatni g'ajidi. Ya o'zing a'zo bo'lgan, o'zing qatnashgan bir ishni g'ajash kerakmi? Uningga parvish qilish kerakmi? İşçilik kirib elib düşmanlik qilish. Bu qanday qiliq bu? Hukumat ichida shayk uyushtirdi. Ve o'zaro mesajlarda nima deyishdi bular? Qeri qatanlarni siqib chiqarib etib, o'zimiz qo'limizga olishimiz kerak. Bu ish qilmaydigan nimalar? Bu ish qiladiganlarni ko'rdik mana. Qana o ish qiladiganlar nada azar? Qeri qatanlar ishga daxl qilayotgan bo'lsa, endi qanday bo'ldi? Bular qeri qatanlardan qutulib, o'z qayashlari bilan bo'linib chiqdi. Bo'linib chiqdi-ku. Qutulishadigan qeri qatanlar bo'lmagandan keyin ish degandan o't chiqarib olsa bo'ladi-ku. Bo'ldimi bir ish? Kim ko'rdi? Bu g'arazlik ishg'ol qilish urinishi edi. Hukumatning ishiga kirib olib, başka bir teşkilat yoki başka bir partiyanın teşvikatını qilish. Yani texnik ko'p uning adamlarini ekkirish. Yani buni ishg'ol qilish. Xuddi tekkendan keyin talada ashno o'ynagandeklan bir ish emasmi bu? Nima ishga keldi unda bo'lsa bu hukumatga? Bu hukumatning gapini qilasan, hukumatning ishini qilasan. Buni ishga kirib olib, taladagi birisini tashviq qilsang, taladagi birisini lan gapini qilsang nima bo'ladi bu? Əgitigi başına oynayan dek oldu. Əgit ekkendiki şu adotta. Mana şunda g'arazlik ishg'ol qilish urinishları peşimizden o'tdi. Biz chet eldagi da'vo harakatlarida xuddi shayton bilan qon va go'shtdek yaqin bo'lganimizga o'xshash. Shayton shundaqmi? Biz bilan qon va go'shtdek yaqin. Chunki u cennetin qo'g'langan vaqtida Allah shunda izin bergan ta qiyomatgacha shunda bizga yaqin turib olib azdurdiganga. Xuddi shu shaytonga o'xshash. Xitoy istixborotining dengizi ichida
üzüp jüygen bir haldımız biz. Xitay istihbarat denizinin içinde üzüvatımız biz. Bütün etrafımız çırmalgan. Biz onunla çilinip durgan bir haldımız. Şuna ihtiyat kılmasa kat'i olmaydı. Bir adamın siyasi kimligiga asallı öddi qiyğılı olmaydı. Xitaylarning siyasetlari qattiqlashib ketgandan keyin chiqqan, hatto kamplar boshlangandan keyin chiqqan bir muncha da'vochilar bor. Ehtiyot ortiq emas. İnqilab sepiga qo'shildiganlar uzoq sinoqlardan o'tmay turib, bolalarcha ishinib ketish, mo'lcharligisiz falokatlarni keltirib chiqarish cho'qim. Chunki hukumat tashkilot emas dedik. O bir devlet organi o. Gerçi hazır bu devlet bulmagan bilen bu şunun simvoli. Bunu yanımı poqqa turuş. Kimning paydası ola? Onun için ihtiyat qilish kerak. Hazırgacha hukumatga soya qilinayotgan, tanlanayotgan tashkilotlar bor. Bularga so'zimiz yuqorida. Biz bu hükümetni kuchaytirish uchun taraf-tarafdan bilarmanlarni izlayapmiz. Qo'lidan ish keladigan, biror vazifaning uddasidan chiqa oladiganlar bo'lsin deb orzu qilyapmiz. Biz orzulagan bilimliklar Uyg'urlarga umumiy bo'lgan. Men turib turay. Qanday ish bo'lsa, yordam qilsam qilay, ammo men kirmay turay. Bilan o'zini qochirmoqda. Bunu bilisizlar, hammaningning beshidan o'tgan bu. Men bu to'g'ri topmayotganligimga darhol ko'zanglar yetadi. Har qanday shunday deysizlar. O'zangligi kelib sen kiramsiz birlik qiladi desa, sizmi deysiz uni? Ha, men turib turay. Mana shunda. O'zini qochirmoqda. Ba'zilari go'yo hukumatda rasmiy bir hukumatda bo'ladigan g'azina var deb o'ylab qolamdi, yoki ular da'voga asl qo'shishni o'zining majburiyati deb bilmamdi. Aytavr, maosh talab qilib, shart yuqori biz uning uddasidan chiqolmaslik tufaylidan kelisholmay ketyapmiz. Shunda qiladigan ish yo'q. Mana ahvol bu ikki turda. Ya men turib turay bilan yoki maosh bersan. Anday ishonma qilaman dedi. Hammanglar Sharq Turkistonlik. Bo'libmi hammanglar Uyg'ur. Bu ahvollarni cho'qim his qila olasizlar. Biz ishimda qilib bo'lgan ish emas, hukumatni kuchaytiramiz deyotgan niyat bor. Kuchaytmaymiz deyotgan ish yo'q. Ahvol ana shunday. Millatimizning ahvoli o'zimizga ayon. Kichkina mishinchilik bir ortiqchiligi bor odam o'zini qaltischoqlaydigan, vanshujiga aylanadigan bo'lgandiki, o birisining qo'mondonligida bo'lishni xohlamaydi. O o'zi qo'mondon bo'lishi kerak o. Bu mijozimizni hammanglar bilasizlar. U holda nima uchun bu qadar hapilisizlar bu hukumat bilan? Kelib birlikda qiling. Qo'lingizdan kelamdi bir ish. Falan ishni qila olmayman deb Kina. Ya sen kelmaysan degan vaqtda gapingizni qilaman. Tabiiyki kimligingizni surishti qilamiz. Ashunda o'tganlarni barpo qildik. Beshimizdan o'tgan saboqlarga ko'ra. Xitoy josusligidan saqlanish uchun o'tganlarni barliqqa keltirdik. Unda qilmasa qat'iy bo'lmaydi. Bu chet el sharoitida. Bo'lmasa bu ish dushmanning changaliga tushib qolsa qanday qilamiz vaqtda? Hukumatning nomi bilan bizni bir tiyin qiladi. Bizning butun orzuyimizni bir tiyin qiladi. O vaqt qanday qilamiz? Onun uchun albatta tadbirlar elindi. Kimligini surishti qilamiz. U qachondan boshlab inqilobchi bo'lib qolgan, bir jumlabli mustaqilchi bo'lganmi yo azaldan o'xshash fikrdagi odammi u? Qachon chiqqan u? Ailesi berib kelyapti, o'zi berib kelyapti. Eng oxirgi qatim baga vaqti qaysi? Buni surishti qilmay mumkinmi?
Şuna birlik teşebbüsçileri qo'lidan ish keladigan odamlarni tavsiya qilsa bo'ladi. Butun suruk bir tashkilot ya partiyani tavsiya qilmay, odam tavsiya qilsa bo'ladi. Yo'qlama. Maktab yo'qlamasi bor. Shu yo'qlamaga odam toshqizib olishning hech nimaga yarari yo'qligini amaliyatimizdan bilib turyapmiz. Yana tizimlikka odam ko'paytirishga ehtiyoj yo'q. Bilimliklarga ehtiyoj bor. Torbetçiler, filmçiler, yazarlar, sızarlar her vakit kerak. Qo'lingizdan kelamda? Keling. Birlikda qilaylik. Endi qanchalik vaqt bo'ldiki, bilmadim. Yana bir shaxsiy gapni qistirib qo'yman bunga. Bu taqdim bag'dim parang deb oldim emasmi boshda. O'xshamagan boshqa bir mazmun. Ba'zi qarindoshlar mening hayotimni qiziqayotgandek qiladi. Men bek ko'p masaj topshirib olaman. Normalda. Rastın desem bularning hammasini anglash, o'qish mumkin emas. Bu qarindoshlar meni atagandan kech Facebook yoki WhatsApp qarab o'tirdi deb o'ylab qolish kerak. Men to'rda eng oz vaqt o'tkazaman qarindoshlar. Gerçi kompüter 24 saat uçup kaladigan buluşup qaramay, to'rga qarashga az vaqt ajrataman. To'g'risi taqatim yo'q qarashga. Azaplık narsalarga chidayolmayman. Yaqinda qora qo'saqliq mushkundimi ashi cho'giltib qo'yib bergan atdek maskallar bir nima bilan chiqardiganlar va o'liga taqatim yo'q. Yig'lab tashlayman ba'zida. Ya mush xalq azatlik tashna bo'lgan bir xalqmi mushu deganni so'rab ketaman o'zimda. Şuna bu to'rga bek az vaqt ajrataman. Bu mesajlarning ko'p qismining tilg'ag'ichligi yo'q. Qarqo'saqliq bilan so'riladigan kulkilik savollar. Yana nurg'uni tahdid va haqoratlar. Nayta az bir qismi samimiy tilak va savollar. Bularning hammasiga qarab chiqolmagandek, hammasiga tafsiliy javob yozishim mumkin bo'lmaydigan ish. Faqat meni eng yaxshi ko'radiganlar, vaqtimni olmaslik, zehnimni xo'ratmaslik uchun meni ayab hech narsa yo'llamaydi. Shaxsiy hayotimni qiziquvchilar mening majroga to'lgan hayotimni qiziqması kerak. Ras, mening hayotim majroga to'lgan. Düşmansiz bir kunmi yaşaganim yo'q. Her zaman ensizlik, tahdid, düşmanlik, parakendichilik ichida yashadim. Buni bolalik davrimdan yoshlikning harpisiga, ya'ni jigdi turgan davrga qadar kechmishimni orqaq urush qilib yozilgan yerim tarjimahal xarakterli romanim Qahramonlik davrini o'qisangiz asosan ta'minsiz. Bundaq deyishim, bu kitap roman bo'lg'achqa to'qilmadan xoli emas. Şuna asasen ta'minsiz dedim. Yoshlik davrimga oid yana bir romanim bor, Olg'un deyilgan. Bu kitap balkim mushu yil ichida nashr qilinishi mumkin. Shulardan bilalaysiz mening hayotimning qandayligini. Chet ellik hayotimni majroga to'lgan. Çünkü men xuddi anamning deganidek ajilda o'lmaydigan mijozda bo'lg'achqa to'xtamsuvdek tinch hayotda o'zimni sesib qolgandek his qilaman. Menda boylarga yaqinchilik qiladigan mijoz yo'q. Kuchliklardan qo'rqib yaloqchilikni qilmayman. Shunga qarshi chiqishga har qachon jur'atli bo'lib keldim. Bu mening asosiy ortiqchilikim. Jonimga tavakkul qilishga har qachon tayyor. Bu jihatda hech kim mendan kelolmaydi. Mening o'ylashimcha. Shunga bugunmi tahdidlar ichida yashayapman. O'rta Osiyoda inqilob qizitib yurgan yillari bir qitimliq suiqasdga tashabbus qilib muvaffaqiyat bo'lolmagan edi. Bizning nimalar?
islomchilar suiqasdga tashabbus qildi, muvaffaq bo'lolmay qoldi. Ama mening xabarim bo'lmadi u vaqtda. Xabarim bo'lib, o'zimning chechenligimga tayinib, uningdan saqlanib qoldim diyolmayman. Unda desam po'chilik bo'ladi. Allohning hikmati bilan hech xabarim bo'lmay qutulib qoldim. Mushu suiqasd planlaganlarning ba'zilari yoki shu to'pga tava ba'zilar. Hozir Turkiyada o'xshash davrda o'zimiz tarafdan manamda o islomchilar o'chog'ida qarshi tarafda o'zimiz tarafdan ya'ni Ma'mutimin Hazrat tarafdanmi ikki qatim tahdid olgandim. Ikki qatimlik tahdid. Keyingisi rasmiy bir kirishdi bu tahdid. Quruqdan quruq tahdid emas, rasmiy kirish bo'lsa-mu muvaffaqiyatli bo'ladi. 2005 yıllardan keyin yana bizning konu başligimiz Ma'mutimin Hazrat tarafidan tahdid sharpillari uqildi. Bu kishi Türk mafiyasi bilan uqishib yuribdi ekan. 10 ming dollar versem o'ltirib beramizlar. Bahani bitisholmaganmi yoki sharoit o'nkanmaganmi bilmayman. Hozir saqlanaman. 2012 yıldan başlap bizning islomchi mujohidlarimiz yoki shularning nomiga turkinib olgan Xitoy g'alchilaridan tahdid elishga boshladim. Bularning ba'zilari ayni vaqtdagi islomchilarning to'pidagi odamlar. Ha shu O'rta Osiyodagi vaqtimizdagilarningki davomi ba'zilari. Ama hech qaysisining niyati ishga oshmadi. Hozirgacha hech qaysi o'ltiranmay tapdek yaşayatıman. Tap. Bundaq deyişim, xalqimning bugungi halini ko'rib turib, hech nima qilolmay bu yo'sin yashash haqiqatan tapdek yashash bo'lib tuyuladi mana. Bu ikki turdagi tahdidlarga keyin yana bizdan jazolanib ayrilib chiqqan İsmail Chingizmi qatildi. Umuman Turkiyada o'xshamagan en az 3 manbadan ölüm tahdidi mevcut bana. Lekin mende hiç qanday mudofaa ehtiyot choralari yo'q. Bu halda men Shavqiyning she'rini eslab qolaman. Shavqiyning she'ri danliq bir she'ri var, hammani biladi. Bir qilich bersa Xudo, kes deb uningga buyursan, üstü xalqim bo'yindan qulluq kishan zanjirini. Gar xarobkan elvatan boynumni kessin o kılıç, körmüsün şevki küzi, kullukta el takdirini. Ay şiir yadımlıydı. Xuddi shuningdek, xalqning xarob holini ko'rib yashagandan ko'ra, shu bichora o'limtik raqiblar jur'atga kelib o'ltirib yutadigan bo'lsa-chu, mush fojialarni ko'rmasdan shehid bo'lib ketsam-chu, debla o'ylag'achqa, hayotga o kadar kuchli ishtiyoqim yo'q. Uning uchun qo'rqmayman. Cahan tutuş, öy yasaş, başkalar bilen baylıqda, kattalıqda besliş degендek xotullarca rekabetler kızıkmayman. Şunu deymen ki, bazılar arlıqda torda, yaqinda, müşküllerde, vatanga qatnavatgan, ata-onasi kelib ketayotganlarni bilaman dedi ama ismini diyemedi. İsmini so'rab turib olganlarga men shularning birisi bahanesi bexatarligimga kapolatlik qila olamsizlar degandan iborat bo'ldi. Ör dunyoda. Ya'ni bir jini uchun dushmanning sirini saqlab qoldi demak. Erkin dunyodagi holimiz bu. Qilchilik qurbon berish ro'y bo'lmagan bu holimiz bilan yana nimani tamoq qilamiz? Azoblikmi? Kulkilik emasmi? Xo'sh, bu taqdim bag'dan degan bahona bilan bir-biriga rab kelmaydigan bir muncha mazmunlarni bir arada deb oldim. Kechiringlar. Vaqtimni oldim. Alloh hammanglarni niyat qilgan büyük işlerimle muvaffak qilsin. Amin.